yagona tibbiy axborot tizimi bo'yicha Demet programma bo'yicha 28 xil dori vositasi bir qancha surunkali kasalliklari bor bemorlarga doimiy ichishga tekinga ro'yxat asosida beriladi. Bu 28 xil dori vositasini me'da-ichak tizimi patologiyasi bo'yicha davolanadigan kasalliklarga bitta omeprazol dori vositasi, astmaga qarshi va o'pka surunkali obstruktiv kasalliklarida beriladigan dori vositalarimiz bor tekinga. Uchinchidan, endokrin tizimi kasalliklariga beriladigan reimbursatsiya orqali beriladigan dori vositalarimiz bor. To'rtinchi, balg'am ko'chiruvchi preparatlar, yurak qon tomir kasalliklari preparatlari, diuretik preparatlar, ba'zi bir vitaminlar va yana hozirgi paytda ko'p uchraydigan kamqonlik kasalligi bor bemorlarga ham temir preparatlari, immunomodulyatorlar va parazitlarga qarshi bolalarga beriladigan preparatlar reimbursatsiya orqali больницamiz tomonidan kelib ko'rikdan o'tgandan keyin dispanser nazoratiga olingandan keyin bu bemorlarga doimiy ravishda tekinga berib boriladi. Bu bemorlar har oyda 1 oylik dori vositasi 1 oylik beriladi qo'llariga. Har oyda kelib ko'rikdan o'tib dispanser nazorati ro'yxatidan o'tgandan keyin dorilarini aptekadan bemalol tekinga olib ketishlari mumkin. Hozirgi kunda bu dori vositalari 28 xil turga chiqdi. Bundan tashqari, shoshilinch holatlarda kelib statsionar davolanadigan bemorlarga hamma dorimiz shoshilinch holatda tekinga beriladi. Undan tashqari 138 xil dori vositasi terapiya bo'limida, xirurgiya bo'limida, yuqumli kasalliklar bo'limida, bolalar bo'limida tekinga davlat tomonidan beriladi. Savollar tug'ilishi mumkin. Uyda nogironligi bor yotgan bemorga qanaqa dorilar beriladi degan savol tug'ilishi mumkin. Agarda nogironligi, masalan, qandli diabet orqali nogironlikka chiqqan bemor bo'lsa, unga qandli diabetga qarshi dori vositalari tekinga har oy beriladi. Faqat uni kelib, ro'yxatdan o'tib, markaziy poliklinikada ko'rikdan o'tgandan keyin umumiy amaliyot shifokori yoki terapevt tor mutaxassis dorini yozib bergandan keyin aptekaga borib elektron retsept orqali aptekadan tekinga olishlari mumkin.